Johar polizidan boshlash kerak. Xo'sh, bu yerda nimagadir Johar polizining yerlari buzilib ketibdi. Buni Joharga tushuntirib aytishim kerak. Polizdagi yerlarni yangilamasa, juda ham rasvo holatga kelib qolgan. Ketdim, Joharga aytib kelaman. Johar, nima sen polizga e'tibor bermayapsan? Nima qilibdi polizimga? Qarab, ko'rmaysanmi? Yerlari rasvo yotibdi. Tez yangila yerlarni. Mayli yangilayman, lekin hech nima bo'lmagan-ku. Davay, tez yangila. Men mana bu polizlarni ham ko'zdan kechirib chiqishim kerak. Mayli, xo'p. Obbo, shu yetmay turgandi. Axir shuncha ishim yetmaganda endi polizimning yerini ham yangilashim kerakmi? Mayli, bir amallab yangilarman, lekin tushunarsiz, juda tushunarsiz. Nimasi yomonlashib qolgan? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Johar. Va sizlar meni yangi videolarimda sizlar. Qanaqa videolar? Bitta video axir. Yangi videomda sizlar bitta videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki janob mer menga qanaqadir g'alati ish buyurdi. Ya'ni polizimning yerini yangilash. Bu nima kerak bor? Qayta eski yer yaxshi, chunki eski yerda unum yaxshi bo'ladi, hosillar tezroq pishadi, o'g'itlar yaxshi bo'ladi. Obbo, janob merga ham hayronman boru, g'alati ishlarni buyurib ketaveradi menga. Mayli, hozir bu narsalarni qaytarib ekib chiqsam, keyin yerini yangilab chiqsam ham bo'laveradi. Atak birinchi ekishdan avval yerini yangilasam yaxshi emasmidi? Yo'q, avval yer olib kelish kerak. To'g'ri, olib kelgunimcha balki bir potok pishib ham bo'lar. Bu yerdan birta suvni kimdir olib ketganmi, nimadir bo'lgan, bilmadim. Rostdan ham kimdir o'g'irlab ketganga o'xshayapti. Suvni ham o'g'irlaydimi? Qanaqadir suvsagan, chanqagan jitel o'g'irlab ketgan bo'lsa kerak. Obbo, nima chiqmay qoldim? Nima sig'mayapmanmi shunda? Tak, obbo, nima sig'mayapman? To'xta, avval buni sindirib olib tashlab keyin chiqsammiki? Da, shunaqa qilmasam bo'lmaydi-ku. Da, normal. Bo'ldi, endi ochilib yo'biladi bemalol. Hozir mana bu yerda ham polizim bor edi, adashmasam. Da, adashayotganim yo'q. Qayerdan ham adashishim mumkin. Mana bu poliz ekinlarni shu yerga qoldirib yo'q, bu yerga emas. Aytgancha poliz ekinlarning joyi boshqa joyda edi-ku. Mana bu yerga qoldirib ketaman. Bitta chirigan kartoshka bor ekan, buni bu yerga olib qo'yib, keyin musorga tashlab yuboraman. Belkurakni olib borib yer blok olib kelaman hozir. Mana shu mushukni dumi rosa o'ynayapti-da. Lekin bir tomondan chiroyli, bir tomondan yoqimli, bir tomondan yoqimsiz, g'alati. Mana shu yerdan olsam bo'laveradi. Muhimi yer bo'lsa bo'ldi-ku. O'zim o'g'itlarni solib, cho'tki qilib yer qilaman. Tak, olamiz. Nechta olish, aynan nechta kerak bo'lishini bilmayman, lekin to'g'risini aytsam, olaverayinchi, qani mayli. Hozir borini borib qo'yib ko'rish kerak. Xo'sh, mana shu polizni yangilab boshlayman. Qayerdan boshlab yangilashni ham bilib bo'lmayapti. Mayli, mana shu tag qismidan boshlaylik, suvni tagidan. Chunki suvni tagi menimcha juda ham rasvo holatga kelib qolgan. Ko'p suv oqqandan keyin tagi ezilib qolgan. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana yangi yer bloklari mana bunaqa boshqacha rangda bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Suv tagidan sezyapsizlarmi? Man sezyapman, sizlar bilmam, sezyapsizlarmi, sezmayapsizlarmi, sezmayapman. Mayli, mana ko'ryapsizlarmi? Oqardi qanaqadir, rostdan ham chiroyli holatga kelib qoldi. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Stop. Bu yerda qanaqadir teshikmi nimadir bor ekan. Mayli, hozir bu yerni to'xtaylar. Tushunmadim, qanaqadir. Mayli, shunday turaversin paka, keyin ko'raman, nimadir borga o'xshadi. Lekin mana bu yerni suv qanaqadir oqib ketyapti mana bu tomonga qarab. Voy, qanaqadir joy bor ekan. Narvonmi? What the? Ye. Bu yerda qanaqadir joy bor ekan bu yerda. Suvni to'xtatib qo'yaydi. Tushunmadim. Yo, men polizim tagida bunaqa joy bo'lishi mumkin emas. Bu qanaqadir g'ormi, shaxtami? What the? Tushunmayapman. Obunachilar, sizlar tushunyapsizlarmi nima borligini? Kommentariy yozinglar. Bu yerda bitta blokim tushib qo'ygan ekan. Qanaqadir podvalmi, nimadir bor ekan bu yerda. To'xtaylar, men borib janob merga aytib kelay-da. Menimcha janob mer biladi. Chunki polizimga janob mer yurgandi men bu yerga kelgan vaqtim. Men bu yerdan chiqib ketsam bo'ladi, atak menimcha. Suv bilan chiqib ketish kerak, lift hosil qilib. Bo'ldi, normali. Hozir bu yerga mamnaq qilib, obbo, nima qilib qo'ydim. Mayli, hozir asta mana bo'ldi, всё. Hozir borib janob merga aytib kelaman. Janob mer menimcha bilsa kerak bu yerda nima bo'layotganini. Eshik mana bu yerda edi. Eshikni ham yo'qotib qo'yibman. G'alati, juda g'alati. Obunachilar, hozir shoshmay turinglar-da. Mana avval uyimdan kirib, boshqa instrumentlarimni olishdan oldin mana bu qo'limdagi nima edi? Poliz ekinlarni qo'yib tushishim kerak, qo'yib chiqib ketishim kerak, chunki menga bular hozircha ortiqcha bo'lib turibdi. Belkurakni keragi yo'q. Janob merni aytib kelishim kerak. Janob merga bu xabarni yetkazmasam bo'lmaydi, chunki janob mer biladi bu yerda nima bo'lganini. Xo'p, tezroq borish kerak, tezroq.
Nima bo'lsa ham janob mer aniq bilsin-da, bilmasa agar juda ham rasvo bo'ladi. Janob mer uyida bo'lsin. Tak, assalomu alaykum janob mer. Nima salom berasan? Men seni ko'rgandim bir soat avval. Bo'ldi, uzr kechirasiz. Men Polzimtaydagi yerni yangilayotgandim. To'satdan bitta qanaqadir podvalmi nimadir chiqib qoldi. Qanaqa podval chiqib qoladi? Bilmasam, qanaqadir podvalmi nimadir shunga o'xshash bir g'ormi nimadir chiqib qoldi-da, o'sha tushunmayapman. Mayli, borib ko'raverchi, ichiga kirib. Men hozir izingda boraman. Mayli, aniq keling, kutib turaman. Mayli. Tak, endi asta-asta o'sha joyga borishim kerak edi, kuzatishim kerak nima borligini. Вообще-то tushunarsiz. Juda вообще-то tushunarsiz. Xo'p, o'ylash kerak. Bu yerda mashinam bor. Akam olib kelib bergan mashina o'tgan galgi qismda ko'rgan bo'lsanglar agar. Bu yerda esa chiroyli mashina ko'ryapsan. BMW ning eski versiyasi, retro versiya. Bagajda hech narsa yo'q. Mana shu musor kartoshka bilan mana shu yer bloklarni shu yerga solib qo'yay. Keyin mashinani haydab qishloq chekkasiga chiqqan vaqtim o'sha yoqqa tashlab kelaman. Eshikni yopib qo'yishim shart emasmi? Yo'q, mayli, ochiq turaversam biroz quyosh tushib shamol aylansin. Tak, yer blok qazish uchun bizga bel ko'rak kerak albatta. Normali bo'ldi. Ya'ni endi hozirgi joyga bitta tushib ko'rishim kerak. Rostdan qiziqayapman, nima bor ekan u yoqda. Lekin bunaqa joy avval yo'q edi Polzimtayda, ko'rmaganman. Balki ko'rmaganimdan keyin paydo bo'lib qolgandir yoki kimdir qurib ketgandir yaqin orada. Nimadir bo'lganda xullas. Aniq nima bo'lgani menga hozircha noma'lum. Janob mer ko'raver, boraman degandi, hali ham kelgani yo'q. Men esa asta-asta tushayin, har narsaga tayyor turish kerak. Buning ichida nima borligini hech kim bilmayverdi. Yaxshigina ko'mil-ko'm bor ekan. Janob mer nahotki ko'rinmayapti. Janob mer kelasizmi? Boryapman. Mayli, tezroq keling. Tak, janob mer hali beri kelmaydiganga o'xshayapti. Mayli, kelib qolar. Men esa uyga kirib o'tirib dam olib tursammikan, nimadir qilib turish kerak, chunki janob mer bilmayman kim qachon keladi. Kirkani olib borib o'sha ko'mirlar qazib tursammikan, qanaqadir nimadir ish bilan shug'ullanib turish kerak baribir. Chunki вообще zerikali. Mana bu garajning eshigini yopib ketaymikan? Yo'q, to'xtanglar, men bu yerda mana bu bloklarni olib ketay. Men kerak bo'laman shu bloklar. Qayerdadir ishlatishim to'g'ri kelar-yu baribir. Xo'sh, yopib ketamiz bu yerni. Agar mol kirib keladigan bo'lsa birorta rasvosini chiqaradi polizini, ichkaridagi hosillarni yeb. Nima qilsam ekan, shu ko'mirlarni hozir qazib olaveray. Janob mer kelguncha, mayli, kelgandan keyin ichkarini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Rosa qiziqib ketyapman, lekin o'zim kirishga biroz qo'rqyapman, lekin cho'chib turibman, chunki agar yomon narsa bo'ladigan bo'lsa, bir qanaqadir nima desam ekan, odamga zarar beradigan narsa bo'lsa, keyin u rasvo bo'ladi. Agar janob mer bilan birga borsam, menga emas, janob merga birinchi zarar beradi, chunki janob merni men birinchisi kiring deb kiritib yuboraman, keyin izdan kirib boraman o'zim. Shunday emas, normali bo'ladi. Endi mana bu bloklarni shu yerga qo'yib ketsam, yer cho'kib qolmaydi. Ya'ni yer cho'ksa, bilasizlar, yer qimirlashi hosil bo'ladi-ku. O'sha yer qimirlashi hosil bo'lmasligi uchun bu yerni shunaqa qilib yopib qo'yaman. Cho'tib turaman. Tak, bir ikkita bo'sh joy qoldi. Bu joylarga ham ikkita toshni qo'yib yuboraman. Yana qayerdan tosh olib kelish kerak. Bu yerda eshik bor ekanmi? Qanaqa eshik bu? Albatta sariq eshikda. Qanaqa eshik bo'lardi? Sariq rang turibdi. Ochilmayapti-ku. Tak, uzoqroqdan kelib ursam balki ochilib ketar yo atrofidagi bloklarni olib chiqaymikan. Mana shu yerdagilarni what? Uxti, shuncha oltin? What the? Nahotki? Yo, tushunmadim. Qanaqasiga buncha oltin qayerdan kelib qoldi, men tushunmayapman. Nahotki butun borliqni oltinlar shu qayerdan butun borliqni oltini bu yerda bo'ladi. Nahotki shuncha oltin qayerdan kelib qoldi? Buni janob merga yetkazishim kerak, chunki agar janob merga aytmasam, nima sen o'zing yashirib qo'ydingmi deb o'ylaydi. Oho, hammasi haqiqiy oltinlar. Bularni olib ketish kerak hammasini. Tak, oltinli olmalar, nahotki tangalar. Oho, janob mer tez aytib kelmasam bo'lmaydi. Buni ko'rsa janob mer nima derkin, juda ham qiziqib ketyapman. Aniq aytsa kerak, "Jo'xa, bu oltinlarni qayerdan olding?" deydi. Meniki emasligini bilib turib yana so'raydi, lekin hayron qolaman janob merda bu qiladigan ishiga. Voy, obbo, shu mana shu вообще katta problema bo'ldi, bor mana shu blok. Bitta blokni deb shu yerdan chiqib tushish problema bo'lyapti. Shuni yopib qo'ymasam bo'lmaydi. Agar birorta qishloq agar bu oltinlarni ko'rib qoladigan bo'lsa, kelib sraz o'zlashtirib oladi. So'ramaydi kimniki ekan deb. Hop, tez janob mer. Hop,
tak, mana bu musorlar menga nima kerak? Qayerdan ilib qoldi qo'limga? Janob mer, Johar nima bo'ldi? Ko'rdingmi podvalni kirib? ko'rdim ichida, bilasizmi hozir tak eshikni yopib qo'yishim kerak edi. Mayli, keling janob mer, hozir ko'ramiz birgalikda ikkalamiz borib. Hozir, davay, yur ko'ramiz. Nima bor ekan? Aytchi. Zo'r narsa bor ekan, tezroq yuring, faqat hech kim bilmasligi kerak. Nimaga? Unaqa juda sirli narsa bor ekanmi? Sirlidan ham battar narsalar bor ekan. Ko'ramiz. Qani qayerda? Keling, bu tomondan yo'l. Men yaqin yo'ldan kirib ketdim. Siz avval kelganmisiz bu yoqqa? Yo, prosta mana shu yerda qanaqadir teshik borligini sezdim. Aha. Kelyapsanmi? Keldim mana. Tez kel. Qani qayerda narsa bor ekan? To'xtang, hozir boryapman mana. Tak, hozir men bu yerni yopib, mayli ochib turaversin. Qanisiz janob mer? Mana o'sha keldim. To'xtang, keyin mana qarang. Fakelni qo'ydingizmi siz? Qo'ydim. Ochchi eshikni. Mana o'zim ochdim bo'ldi. Korotchi, mana shu yerda ko'ryapsizmi? Oho, bu oltinlarni sen qayoqdan olding? Men olganim yo'q. Kimdir shu yerga yashirib ketibdi. Kim yashirib ketadi? Albatta sen yashirgansan-da. Yo'q, men yashirmadim. Mayli. Unda tez bu oltinlarni olgin. Ikkalamiz bo'lishib olamiz, tushundingmi? Mayli. Tez olib chiqib yashirib qo'y qayerlargadir. Mayli, yashirib qo'yaman. Undan oldin esa avval olishim kerak bu oltinlarni. Hozir bu yerni to'xtang janob mer, chiqib keting. Men bu yerni yopib qo'ymasam, kimdir kelib ko'rishi mumkin, qanaqadir jitillar yoki nimadir bo'lishi mumkin. To'g'ri, yopib qo'y. Hozir esa tak, men ketdim, borib uyimda turib turaman. Sen hamma oltinlarni yig'ishtirib qayergadir yashir, tushundingmi? Mayli dedim-u, qayergadir yashiraman. Hozir joy topay avval. Qayerga yashirsam ekan, mana o'sha jitil ko'rmagan bo'lsindan o'zi ham. Janob mer uyida qanaqadir joy bormikan? Janob merning uyida joy bormikan? Hozir so'rayman. Janob mer, siz uyingizda qanaqadir joy yo'qmi? Joy topamiz, bilmadim. Izlab ko'rchi, hozir avval borib olib kel oltinlarni. Mayli, hozir olib kelaman borib. Xo'p, tak, tezlashish kerak. Kech bo'lyapti, soat ham ancha allamahal bo'lib qopti. Xo'p, ochilmaganini qara. Yaramas eshik vachcha. Hozir ochib olay bir amallab. Bo'ldi, endi qaytarib joyiga qo'yib, ichkaridan oltinlarni hammasini yig'ishtirib, borib qayergadir yashirishim kerak janob mer aytgan joygami? Janob mer joyni aytgani yo'q-ku, lekin bir joyni o'ylab topish kerak-da, xullas. Joy topmasa bo'lmaydi. Mana bu yerni qanaqa qilib baribir so'qmayapti-ku, lekin baribir yopib qo'yish kerak. Oqmasa ham baribir oqqandek bo'lib turibdi-yu. Bu yerda fakel bor edi. Qayerga ketdi ekan fakel? Qo'limda turgan ekan. Yo'q,